Sizlar zina qilmanglar degan ta'limni anglagan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, biror ayolga shahvoniy ko'z bilan qaragan kishi ko'ngilda u ayol bilan zina qilgan bo'ladi. Shunga agar 10 ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashlavat. Chunki butun badaningning do'zaxga tashlanganidan badaningdagi bir a'zoning nobud bo'lgani ko'p afzal. Agar 10 qo'ling seni gunohga ozdursa, uni kesib tashlavat. Chunki butun badaningning do'zaxga kirganidan ko'ra badaningdagi bir a'zodan voz kechganing ko'p afzal. Sizlar kim ayolini taloq qilsa, taloq etini bersin degan ta'limni anglagan. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, bir odam o'z ayolining jinsiy axloqsizlik qilishdan boshqa ishini sabab qilib, uni taloq qilsa, hamda taloq qilingan ayol yana bir erga tegsa, taloq qilgan odam o'z ayolini zinoga tutib bergan bo'ladi. Taloq qilingan ayolni amriga olgan kishimi zina qilgan bo'ladi. Sizlar ajdodlaringlarga qasamdan qaytma, Parvardigorimga qilgan qasmingni tu deyilgan ta'limni anglagan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, qat'iy qasam qilmanglar. Osmonni tilga elib qasam qilmanglar. Chunki arsh ulug' podshoh Xudoning taxtidir. Yoki yerni tilga elib qasam qilmanglar. Chunki zemin Xudoning put qo'ydigan yeridir. Yerusalimni tilga elibmi qasam qilmanglar. Chunki u yer ulug' Xudoning shahridir. Hatto o'z beshinglarni tilga elibmi qasam qilmanglar. Chunki sizlarning chechinglarning bir telinimi oq yoki qora rangga o'zgartirishga qurbonlar yetmaydi. Faqat ha deganinglar ha, yo'q deganinglar yo'q bo'lsin. Buningdan ziyodasi shaytondan keladi. Sizlar qonga qon, jonga jon degan ta'limni olgan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, eski bilan teng bo'lmanglar. Birisi o'ng yuzinglarga ursa, so'l yuzinglarni tutib beringlar. Birisi ustinglardan davo qilib, ko'likinglarni olmoqchi bo'lsa, choponinglarni silib beringlar. Muboda biri sizlarga yuk taqisni yuditib, bir chaqirim yo'l yurishga zo'rlasa, yana bir chaqirim ortiq yo'l yurib beringlar. Birisi sizlardan biror narsa tilsa, tiligini beringlar. Birisi sizlardan biror narsa oriyat so'rsa, uni quruq qo'l qaytarmanglar. Sizlar qo'shningni so'y, dushmaningga nafratlan degan ta'limni olgan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, sizlarga dushmanlik qilganlarga mehr muhabbat ko'rsatinglar. Ziyonkashlik qilganlarga duo qilinglar. Shunda qilganda arishdagi otanglar Xudoning haqiqiy farzandlaridan bo'lalaysizlar. Chunki Xudo quyosh nurini yaxshilarga yomonlarga tushirdi. Yomg'irni adolatliklarga, adolatsizlarga yog'dirdi. Agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar, buning qandoqmi inomga erishuvchiligi bo'lsin? Hatto insofsiz bojgirlarmi shunda qilyapmamdi. Agar sizlar do'stinglar bilanla salom saat qilsanglar, buning boshqalardan nima farqi? Hatto butparastlarmi shunda qiladi-ku. Shunga arishdiki otanglar mukammal bo'lganidek, sizlarmi shundoq bo'linglar.